من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakat. Hurmatli ahli iymon, ahli islom, mu'min musulmon birodarlar. Mana bugungi sayyidil ayyom hajjil masokin bo'lgan shunday bir sizni biz mu'min musulmonlar uchun ulug' ayyom juma kunida Allah Taala egam tan jonimizni sog' salomat qilib, qalbimizga hidoyat ato qilib, tahorat, tan toza, libos toza, niyat toza, juma namozini o'qiyman deb masjid sari qadam qo'yib keldingiz. Yaratgan Allohim dargohida qabul aylasin. İbadetlerimizi kabul eylep, insonchilik qilib, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Allah kechirsin, o'zi mag'fur eylesin. Muhterem birodarlar, Allah Teala'nı yeryüzüde judayam inson bandalar juda ko'p. Endi shulardan Allohni taniydigan bor, tanimaydigani bor. Allah hukmini bajaradigan bor, bajarmaydigan bor. Allah Taala egam o'zini tanitib, qutbi dilimizni ochib hidoyat berib, buyruqlarini bajaradigan, qaytarganidan qaytaradigan qilibdi. Bu baxt saodatni Allah ta qiyomatgacha didorini ko'rguncha nasib etsin. Mana shu sirotal mustaqimdan adashmay, qoqilmay, to'g'ri yo'ldan borishlikni Allah Taala egam nasib ro'za aylasin hammamizga. Bir savol tushgan edi o'tgan jumada. Endi u uzoqroq ekan. Ma'nosi shundan iboratki, u savolni bir odam avtobusda ketyapsa, bir qariya suv ber debdi-da, suv olib berishsa, qariya o'lib qoldi. U qariyani hech bir dokumenti, hujjatlari yo'q. Endi bu odam bir o'zi ham musofir odam ekan, Andijondan kelgan. Şu musofirga yordam, şu o'lgan odamni bir amallab, bir ko'mishi, boshqa qilishi iloji yo'qmikin deb odamlarning yordamga so'raganda hech kim yordam bermagan, hech kim aralashmagan. Shun bilan ertalab soat 10 larda o'lgan odam ko'chada namoz shomgacha qolgan. Bir ikkita endi ko'rinishdan bir musulmon qori bolaga o'xshagan bolalarni ham yalinibdi. Endi vaqtimiz yo'q bizni deb ketishibdi. Bu nima ish bo'ldi, qanday gap bo'ldi degan savol. Iymon zaif, oqibat sayib yo'q bo'lib ketib qolingan. Nima deymiz? İnsonlarda oqibat yo'q bo'lib ketgandan keyin. Mana shuni agar qilgan odam, masalan shu musofir odamni, shu cholni bir amallab, to'g'irlab, yuvib, yordamlashib, bir kapallab, yo bir janozani o'qib, shuni morgda yordirishga yo boshqaga nima qilmasdan nima qilinsa ham odamlarning qo'ldan keladi. Lekin odamlar birni ikki qilish bilan ovora. Agar u bir kunini o'tkazib qo'ysa, bir tanga, ikki tanga bo'lmay qoladi. Nasiyani nima qiladi? Naqdini xoliydi hamma.
Bunaqa voqealar ko'p. Shuning uchun iymon mustahkam bo'lsin. Iymondan, oqibatdan da'vat qilyapmiz. To haqiqiy mu'min bo'lmaymiz. Mu'minni yurakdan sevmaguncha, mu'minga yordam bermagunicha. O'ziga nimani ravo ko'rsa, birodariga ham shuni ravo ko'rmaguncha. Nahl surasida Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Astagfirullah. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innalloha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallohul azim. Albatta Alloh buyuriydi adolatlikka. Adil har bir ishda, ho tijoratda, ho dars olishda, dars berishda, nasihat qilishda, yarashtirishda, hayot kechirishda, so'zda odillik talab etiladi. Va yaxshi ihsonlik bo'lishlikni, ihson nima deganda, namoz o'qiyotganingda Alloh seni ko'rib turganday shunday vujud bilan namoz o'qishing ihsondan. Yana muhsin shunday bandaki gunohlarini qanday bekitsa, qilgan savob ishlarini ham shunday bekitadi. Bildirmaydi. Men bu savob qilyapman, bundoq qilyapman, bunga buni o'tkazdim, bundoq yaxshilik qil. Gunohini qanday bekitadi odam? Uyalib. Yaxshiligini ham shundoq bekitgan odam. Umuman yana muhsinni ma'nosi yaxshilik qilguvchi odam. Alloh adolatga va yaxshilikka va qarindosh urug'ga, yaqin oshna og'ayni, qo'ni qo'shni bo'lsin, qarindoshga yordam berishlikka, qiynalganlariga buyuriydi Alloh. Qaytaradi fahishdan, buzuqchilikdan, noshar'iy ishdan, iflos ishlardan qaytaradi. Val munkar, Alloh yomon ko'rsatilgan, Alloh yoqtirmaydigan ishlar, yolg'on gap, birovni aldash, hiyla nayran qilish, josuslik qilish, g'iybatini qilish, kavlashtirish, mana shular munkir ishlar, yomon ko'rilgan ishlar. Gap toshib yurish, so'z toshib yurish. Mana bu narsalardan, fahish so'zlardan, fahish ishlardan va munkir ishlardan Alloh qaytaradi va birovga zulm qilishlikdan Alloh qaytaradi. Mana shunday qilib Alloh taolo aqlli insonlarga, sizni bizga nasihat qiladi. Shoyatki sizlar yo'lingizni topvasangiz adashmasdan deyilyapti. Muhtaram birodarlar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: ahli jannat 3 fe'ldan iborat. Ahli jannat 3 fe'ldan iborat deyaptilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Biri odil sulton, odil podshoh, haqiqat talab etadi va hukmda odil turadi. Bir kuni Savbon degan zot bunday bir odam qarasa, bitta it, bitta qo'y o'tlab yurganmish. Bitta qo'y yuribdi, yonida bitta it.
cho'ponga aytibdi, ey cho'pon, har bir 100 tasiga, 500 tasiga bitta it bo'lsa ham bo'ladi-yu, har bitta qo'yni yonida bitta it yuribdi-ya. Ko'zingni yaxshiroq och, bu itmas, bo'ri dedi. Bo'ri? Ha. Yemayaptimi qo'yni? Podshohimiz Umar ibn Abdul Azizdek odil podsho bo'lgandan keyin qo'y bilan bo'ri bitta joyda yuraveradi. Bir-biriga xiyonat qilmaydi. Chunki podshodan adolatlik bo'lib turibdi. Podsho odilki, bo'ri ham qo'y ham bir-biriga zarari tegmaydi. Muhtaram birodarlar, bir soatlik adolat, bir soatlik odil hukm 40 yillik ibodatdan ortiq deyiladi. Mana bir misolda, endi bu misol tariqasida gapiryapman. Azonga 40 mingta xat tushgan, hammasi o'zbek tilida. Bolalarimizni va bizlarga tinchlik bermayotibdi masjidlarning azoni deb. Azon aytilingan joydan balo ketadi. Zunnun Misri Valiyulloh bir bomdod namozidan o'qishdan oldin choshgoh namoz bilan bomdod namozining o'rtasida Pinakka ketayotganlarida, Pinakka ketib qolibdilar. Bir ikkita farishta tushayotganmiz shaharga. Ha, bu shaharni Alloh buyurdi, baloga yo'liqtiramiz, suvga cho'ktiramiz, dengizga. Bir payt seskandilar, uyg'ondilar, yana o'sha farishtalar qaytib ketyaptilar. Bomdod vaqti bo'ldi. Shahar tinchmi? Tinch. Qaytdik, Alloh buyurdi. Azon chiqdi. Bomdod namoziga azon aytildi. Allohning va'dasi bor. Azon aytilingan yurtga balo bo'lmaydi. Endi iymon, e'tiqod bo'lmagandan keyin yoqtirmaydi quloqlariga. Shunday yozilgan, shunda hozirgi zamonamizni rutbosi O'zbekistonda endi yashaydiganlar azonga o'rganilaversin, azon bo'laveradi degan so'z mana bemalol hamma masjidlarda azon aytilishga yo'l bo'lib ketdi. Bir daqiqa adolat, bir so'z mingta haliginday azon quloqimizga yoqmayotibdi, bizaga azon kerak emasni yo'q qildi qo'ydi. Azonga ruxsat bo'lib ketilib qoldi. Bu har bir Allohu akbar degan takbirlar hammamizni namozga uyg'otyapti. Allohimga beadad shukr. Buni savobini bilasizmi qancha? Ikkinchi jannatini belgisi Rajulun rahimun raqiqul qalb. Qalbi rahmdil va qalbida mehr shafqat bor insonga. Mana shu jannatini ikkinchi turdagi jannati ekan bu. Bir xil odam hech narsaga rahmi kelmaydi. Bundan Alloh saqlasin, buni teskarisi keladi. Bir xil odam rahmdil bo'ladi. Beganaga ham, qarindoshmi, u beganami, tanishmi, qo'lidan kelgan yordamini qilgisi keladi. Bu odam xursand bo'laversin, jannatiylikni fe'li bor bu odamda. Qarindosh urug'ining ichida, oshna og'ayning ichida qiynalgan bormi, boshqami, qo'ldan kelgan yordamini bergisi keladi. Menga nima demaydi. Qarang, mana shu din sushaygan sari dinsiz bo'lganlar ichida menga nima, uni yeb foydasi yo'q, unga nima qilaman yordam berib deganlar ko'paydi. Mansabdorroq qarindoshnikiga yuguradiganlar ko'paydi. Kambag'alroqdan sekin uzoqlashadiganlar ko'paydi. Ana shu insonlarda iymon, e'tiqod, jannatiylik fe'l bo'lmagandan keyin jannatiylikning ikkinchi fe'li rahmdil, qalbi yumshoq,
qo'ldan kelgancha musulmon, mo'min, do'st, birodariga yordam berib turadi. Hatto umuman u odamga, insonga bir rahm shafqat qalbida bor. Uchinchi turdagi jannati juda hoyu havaslarni yoqtirmaydigan, yaratgan Allohni berganiga shukr qilib yuradigan odam. Ja bo'p ketdi, o'zini o'tga cho'g'a urgisi kelmaydi. Bormi bugun yaxshimi? Ana shuni hisobidan. Juda farzandlariga, mol dunyosiga, qo'sha imoratlarga faxrlangisi kelmaydigan, o'zini kamtar olib, o'rtamiyona olib yuradigan odam. Bu uchovi bir bo'lsa emas, shu fe'llik odamlar jannatiylar. Odil bo'lgan, adolatchi bo'lgan. Ikkinchisi rahmdil, mehribon, qo'shnisi qiynalib turgan bo'lsa yordam beradigan, bir qarindoshi ichida qiynalgan, oshnog'ayni ichida, umuman bir inson bir nimada qiynalib qoldi, shunga befarq qarab turilmaydi. Mana u yurakda mehr, shafqat bor. Yana davom etib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, va ahlun nar khamsata, ahli nor do'zaxiylarda 5 turligi bor. 5 turli fe'lda iborat. Bitta do'zaxi mana bunaqa fe'lda bo'lar ekan. Besabr, irodasiz, zinodan, harom yeyishdan, harom moldan, harom ishdan o'zini tiya olmaydi. Besabr. Qo'lga ilinganni oladi, qo'ldan kelsa zinodan hazar qilmaydi. Mingta oshna og'aynisi yalinadi, ota onasi yalinadi, shu haromni ichma deydi. Irodasiz besabrligidan hali haromni, mingta og'aynisini gapi, ota onani roziligi, bola chaqani ko'z yoshi gumillatib otvoradi. Kim bu? Hali bozorda ikkitasi aro to'g'risidagi ma'ruza endi qo'yilib turibdi ekan. Voy voy, bezor qildi-yu, ertalabdan kechgacha gapiradi bu domla. Kastada qo'yishyapti ekanda. So'zdan bezor bo'lganingdan, araqdan bezor bo'lsangchi, ota onangni arvohini ham bir pulga olmading, o'sha araqqa alishtirding. Hayot bo'lsa so'zlarini, bola chaqangni ko'z yoshini, oshna og'ayningni gapini, domillangni so'zini bir pul. Albatta bu do'zaxlikning alomatidan bir turdagi odamlar, besabrlar. Yo zinodan tiymaydi, yo harom moldan uriyotibdi hali ham tarozidan, boshqa nimadan ko'zini chit yumib olib, mayli 10 tadan bittani qulog'iga kirib tashlayapti. O'zlari kelib bizga aytib rahmat deb ketayotgan bolalar bor. Shuni qilardik, shuni tashladik qora aka deb. Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. 100 tadan bitta tashasin, qanchalik yaxshi bo'ladi. Besabr, irodasi yo'q odam. Ikkinchi do'zaxi fohsh so'zlarni, buzuq gaplarni gapirib yuradigan odam. Og'zidan qanday gap chiqadi
ertayu kech yolg'on gaplar, aldagan. Ikkinchi do'zaxi shunday odamki, bironta bir 100 ta gapidan bittasi to'g'ri chiqmaydi. G'irt yolg'on gaplarni gapirib tirikchilik qiladi. 1000 ta gapirsa 999 tasi yolg'on, bittasi balki rost chiqib qoladigan insonlar bor. Xullas do'zaxini bir turi yolg'onchi bo'lar ekan. Ikkinchisi baxil odam. Baxil. Qizg'anchiq. To'rtinchisi o'sha andisha qilmasdan ayal kishi bormi, o'g'il farzand tengilar bormi, buzuq gaplarni og'zidan chiqazadi. So'kinish gaplaridan rohatlanadi. Og'iz muqaddas joy. Alloh so'zi chiqadi og'izdan. İplas so'zni olmang Alloh deydigan og'zingizga. Birodarlar, buni bunday tushunib, bunday aqlga ishlatib ko'ring. Bu og'izda alhamduni o'qiysizmi? Qul huvallohu ahadni o'qiyapsizmi? Salavatni aytyapsizmi? Ota-onangizni nomini gapiryapsizmi? Ulug' zotlarning nomini gapiryapsiz. Tasbih ham nima endi buzuq iplos narsani aralashtirasiz o'tga. Katta odamlarimiz bor, balaxonador qilib so'kadi. Endi bu og'izni muqaddas joy deb biling. Alhamdu sura Fotiha, sura Ixloslarni o'qigan, shularning oyatlari chiqib turgan joyga unday iflos gaplarni aralashtirmang. Aralashtirgan bitta do'zaxini fe'li shu ekan. So'kong'ich og'izdan chiqqan gapini o'zi tayiniga bormaydigan inson bo'lib qolar ekan. Bo'lsa tavba qilib tashlang bu odatni. Beshinchisi shinzir, ya'ni betayin odam. Betayin odamlar bor-u, bugun siz bilan masjidga kelib namoz o'qiydi. Ertaga boshqasi bilan restoranda o'tiradi. Uni namoz xonligini ham bilmaysiz, boshqasininligini ham bilmaysiz. Bir kun mulla sifatroq, ikkinchi kun o'g'ri sifatroq. Bir kun keladi, bo'ldi, men hammasini yig'ishtirdim, odam bo'ldim, yaxshi bo'ldim, men undoq bo'ldim deydi, xursand bo'lasiz. 3 kundan keyin mast bo'lib olib, undoq edi, bundoq edi deb yana yuraveradi. Unday betayin odam do'zaxi. Alloh ko'rib bilib turibdi, kimni aldaydi? Yana shunday betayinlar borki, boshiga g'am kulfatlar kelganda, ya qolavering mana samolyotda, yo kemada yaxshi eslaydi Allohni. Samolyotdan tushgandan keyin esdan chiqazib yuboradi. Go'yo samolyotda edi, eson-omon qo'nmaguncha Allohni endi bir yaqinida qo'li ostida bo'lib turganda cho'chib turadi. Samolyotdan qiyshayib ketsa bo'lmay qoladi deb. Samolyot qo'nmagandan keyin yana xuddi yer yuzida Allohning balolari kamdek takabburli Allohim Al-Halim nomi bilan nima gunohlaringiz bo'lsa muddat berib turibdi, insofga kelarmikin deb. Alloh taolo egam kerak bo'lsa azob beraman desa, uyini ichida yotgan joyda ham azob berib qo'yadiki, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Mana shunday betayin odamlar bor.
yo buyoqa damas, yo bundomas, yo bir so'zini ustidan chiqmaydi, va'da beraveradi, to'g'ri gapni gapirsangiz ham xo'p deb tirjayib turaveradi, aldab ketadi, haqqingizni xiyonat qiladi. Qarz so'raydi, qarzni olguncha ming nag'malarda, ming yil keyin har xil yo'llar bilan bergimaslikni paydo bo'lib qoladi. Shunday har tomonlama betayin odamlar bor. Bular betayinlar albatta do'zaxdir. Bu faqat erkaklar ichida emas, ayollar ichida ham bor. Bir ro'mol o'rab bir ikki oy namozxonga o'xshab qoladi. Ha, xursand bo'lib mana ro'mol o'rab qoldi, namozxon bo'lib qoldi desangiz, ertasiga ro'mol ham yo'q, boshqa ham yo'q, yana o'shanday shunday bir haqiqiy bir yo'lda turmagan odamni do'zaxining 5-chisi shunaqa betayinlar bo'lar ekan. Osmon ibn Maz'um raziyallohu anhu, Osmon ibn Afmas. Bu Osmon ibn Maz'un sahobalardan, yoshlari katta sahobalardan. Bu kishi aytadilarki, men islomni payg'ambarimizdan uyalganimdan qabul qiluvdim, qalbim bilan iymonga kirmagandim deydilar boshida. Bu sahoba aytadiki, men payg'ambarimiz Muhammad Rasulullohni nihoyatda yaxshi ko'rardim, hurmat qilardim. Shu odamni so'zini ikkita qilmay deb islomni xo'p qabul qildim devdimu, qalbim bilan hali kirmovdim deydilar. Mana shu oyat tushgandan keyin yuragimga shunday bir nur kirgan bo'lib, qutbi dilim ochilib, shu oyatni payg'ambarimiz o'qib berdilar. Men shundan keyin islomga butun qalbim, vujudim bilan kirib ketdim deydilar. Ya'ni Alloh adolatga buyuriydi, yaxshilikka buyuriydi. Qarindosh urug' yoru birodarlarga yordam qilishlikka buyuriydi va yomonlikdan qaytaradi, fahish buzuqchilikdan u birovga zulm qilishlikdan qaytaradi. Mana shu oyat tushgandan so'ng, bu oyatni eshitganimdan keyin la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi chin qalbimdan chiqdi deydilar. Birovga zulm qilish to'g'risida juda ko'p gapirib kelyapmiz. Zulm bu yomon narsa. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar: Atadruna manil muflis? Muflis degani nima bilasizmi? Sahobalar aytdilar, muflis puli yo'q, narsasi yo'q odamni muflis deydi. Ya qiyomat kunida shunday bo'lib qolgan odamni muflisligini aytib beraymi? Hech demas qolishligini. Bir odam keladi qiyomatda deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Namozi ko'p, roza tutgan, zakot bergan. Bir payt Alloh o'zi qozi bo'lib amallar ko'rilganda birovni so'kkan, birovni urgan, birovni aldagan, birovga josuslik qilgan, birovni haqqiga xiyonat qilgan, birovni sharmanda qilgan, yuziga urgan, yo qonini to'kkan, ana shular hammasi namozini, ro'zasini, sadaqasini, zakot polda hamma savoblarni o'shalarga beriladi, olinadi. Ko'ppa quruq ibodatdan, savob ishlardan bebahra qolib, fe'lini, xulqini yomonligidan, birovlarga zulmkor bo'lganligidan muflis holatga tushib, do'zaxning eng yomon qa'riga tushadi. Demak, birodarlar,
zulm qilmaylik. Ha, men zulm qilayotganim yo'q deyishingiz mumkin. O'zingiz bilmagan holda zulm qilib qo'yasiz. O'zingiz bilmagan holda zulm qilasiz. Salomatlikni 10% desa tinchlikni, ofiyat, tinchlikni. Shuni 9% tilni tiyishlikdan kelib chiqar ekan. Tinchlikni 10% desa 9% tilni tiyishlikdan kelib, tinchlikka sabab 9% bo'lar ekan. Bittasi o'ylab, ma'noli qilib yaxshi gapirish bo'lar ekan. Birodarlar, ko'p ukalarimiz, birodarlarimiz bor. O'zlaricha bitta shunday arabiy bir masala yozilgan kitobni ochib, shundan bir ma'no chiqazib, shuni bir tushunchasini etib bera olmaydi. Ammo qozi muftilarning fatvosini berib yuboradi og'zida. Shu harom, kofir, umurtad, u unaqa, bu manaqa, hey, necha kun bo'ldi namoz o'qiyotganingga. Nima qozilik da'vo qilasan? Nima odamlarni kofir, mushrik, murtad, munofiqqa chiqazib yuborasan? O'zing kim? Mana shu tilni tiymaslikdan odam qanchadan qancha odamlarni bir-birini diliga ozor berishib, savob o'rniga gunohga botib, musulmonchilikka chaqiraman deb musulmonchilikdan chiqazdirib yorib adashib yurganlar ham ko'p. O'zlarini juda bir to'g'ri deb biladi. Bunaqa emas. Har kim o'zini ilm saviyasi qanchaligini tushunish kerak. Namozni o'qing, Alloh buyurganini so'rab bilganingizcha haromdan saqlaning, boshqa qiling. Lekin sizda unday ilm yo'q, birovni unday, bunday, buning xato, uning bunday deyishga sizda hujjat ham yo'q, sizni bir bunga ilmingiz ham yo'q, gapirishlikka haqqingiz ham yo'q. O'zingizni amri ma'ruf qiling, nahiy munkar qiling, katta ko'rinib turgan gunohlardan qaytarib, katta savob, haq yo'llarga bajarishlikka buyuring. Lekin takror shirk degan gunohni Alloh kechirmaydigan gunohlar. Hamma narsa kechirilganda ota-onaga oq bo'lishlik u shirku, birovni haqqiga xiyonat qilishliklar muallaq turib qolganda, u shundoq shirk degan narsa shunday. Shirkni, kofirni nima ekanligini bilib olib, keyin gapirish kerak. Bir olim Qo'qonda shunday bir gapni gapirib yuboribdi. Ziyodin Eshon boboxon hazrat paytida. Aroq ichgan odam singlisini ham olaversin, unga nima farq deyoribdi. Shunda haligi odam bitta ichadigan o'tirgan ekan, o'rnidan turib ketib, domlani so'yaman, hammangni so'yaman qilib qopti. Yomon ta'sir qilib ketganda bu gapda, tomdan tarasha tushgandek. Oxiri odamlar u bu deb ajratib boshqa qilgandan keyin o'ziga singdira olmay diniy nazoratga kelib
Eshon boboxonga arz qildilar, men endi urushdan kelgan odamman, boshqaman, men musulmonman baribir. Endi ichuvdim, mana shunaqa dedilar. Ichgan odam singisini ham olaversa bo'ladi, unga nima uni farqi dedilar. Nima deysiz shuni? Shunda Eshon boboxon aytgan ekanlar, o'sha domlaning nomini aytib, shayton askarlarini yig'ib, san Andijonga bor, san Marg'ilonga bor, san Namanganga bor, san Toshkentga bor, odamlarni buzgin. Ha, Qo'qonga bormay qolgin, hali domlalar bor, o'zi buzaveradi, hammani yo'ldan chiqazib yuboradi gapi bilan deydi degandan keyin u odam taskin topib, bo'ldi, tushundim deb ketgan ekan. Mana shunday qo'pol so'zlar, o'ylamasdan gapirilgan gaplar musulmonlarni bir-biriga noittifoq qilishga, bir-biriga qayrishga, urush janjalga olib keladi. Aroq to'g'risida qanchadan qancha ma'ruza qilganmiz, qanchadan qancha gaplarimiz bor. Endi buni ba'zi bir xil g'alamiz dili, niyati noto'g'rilar bunday deb gap chiqarishgan bo'lishadi. Endi albatta uni biz o'ylab ham o'tirmaymiz, unga tashvish ham qilmaymiz. Masala fatvoda bir gap bor. Mana shuni yaxshi tushunib olish kerak, ongiga quyib olish kerak, buni g'alva qilib ko'tarib yurish kerak emas. Bir odam kelsa oldingizga, bir insonni oldiga, men aroqqa mubtalo bo'lganman, aroq ichaman, lekin namoz ham o'qigim kelyapti. İchmagan paytimda namoz o'qib, namozni boshlasam bo'ladimi yo yo'qmi? Desa, uni tasha keyin namozni boshlaysan desangiz, 80 yilda yo tashiydi, namozni ham boshlamay o'tib ketib qoladi. Bunday deb gapirilgan gapni noto'g'ri tushunishganda, o'qi, namozni o'qi, chunki namoz o'zi qaytartiradi. Innas salata tanha anil fahshoyi val munkar. Namoz o'zi yomon yo'llardan qaytaradi. İnsonni ikkita hukm og'irlik qiladi. Namoz o'qiding, o'qi. Namozni o'qiydi, 3 kun o'tar, 1 oy o'tar, 2 oy o'tar, namozi qabul bo'lib qolib, haligindan jirkanib, o'zi tashlab yuboradi degan so'zni Fozil domlalar namoz ham o'qur, ichivurginam dedi degan gapi ko'paytirib yuborishibdi. Tirnoq ichidan kir qidirish. Hey inson, senga bir odam shuncha to'g'ri gaplarni gapirdi, sen bitta aybini topishga o'd. Bor, hamma joyda bor. Ataydan bir xato joyini topaman deb o'tiradiganlar bor. İnson beaybmi? Ana kuni bir oyatni boshqacha ma'no, oyat so'zi lil mu'minin deyman deb lil alamin deyapman. İnson o'z nomi bilan inson, beayb Parvardigori olam. O'shatini ushlab olishadi. Ana, men bitta xato qildi. Ana. U ana 99 ta gap qoldi, u kerak emas. U qancha kerakli gap edi, yo'q. O'sha bitta xatoni ushlab olishadi. Nimaga shunaqa dedingiz? Nimaga shunaqa deysiz? Musulmon, mo'min, nima qilasan g'alva qilib? Niyat nima o'zi niyat? Bir tavba qilib, mana bu 70 yillik dinsizlikdan chiqib, bu mustaqil bo'lib, dinimizga bir ittifoq bo'lib, bir-birimizni hurmat qilib, yaxshi ko'rib, namoz o'qib yursakchi, uni ajratsak, buni ajratsak, u yomon, bu yaxshi, bu bunaqa, u unaqa, nima bo'ladi bunaqada? Bittasi domla talli urib ilmsiz qolgan ekan. Ana u domlada o'qisammikin yo u popirchak edi.
Manu domlada o'qisammikin, yo u nos chekadi. Anu domlada o'qisammikin, yo u unaqa qiladimi? Ey, ilmni olsangchi, ilmsiz qolib ketgan. Domla o'zi javob beradi. Xudoni oldida qilgan ishiga. Sen ol ilmidan foydalan. Shamga qo'lingni tiqasan, yorug'idan foyda, piligini titkilab qo'ling kuyib qoladi, u o't kuydirib qo'yadi. Yorug'ini olaver. Lampichiga tiqing qo'lingizni. O'ldiradi. Uni yorug'ini olaver, titkilama qilasan. Ana shunday g'alamislik bizni o'sha paytlarda ham mana shunday mustamlaka bo'lib qolishimizga sabab bo'lgan. Ko'ra olmaslik, buni bitta ittifoqlikdan chiqmasdan noittifoqchiliklar, masala talashuvlar shunday ishlarni olib keldi boshimizga. Mana endi bir qanday bir rivojga oyoq qo'yilib turganda bu musulmonlarni masalasi ham ko'payib ketdi, yo'l ham ko'payib ketyapti. Bular hammasi noittifoqchilikka olib kelyapti. Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Man kanat lahu mazlamatan li akhihi min 'ardi aw shay'in akhar zalamahu wa in lam yakul lahu hasanat akhadha min shay'at sayyi'at sahibahu fahamila alayhi wa humila alayhi." Kimki bir odamni zulm qilgan bo'lsa, diliga ozor bergan bo'lsa, boshiga qiyomat kuni kelmasdan halol qilvasin, uzr etvasin, kechirtirvasin, rozi qilvasin. Uzr etmay, kechirim so'ramay, yarashmasdan ketib qolsa, o'zini joniga voy, uni savoblarini zulm qilgan odami oladi va uning og'ir gunohlari unga yuklanadi dedilar. Arziydimi shu odam endi o'sha odamdan mana shunchalik nima qilib yuribsiz, uzr etib yarashib olishi o'rniga undog'idi, bundog'idi deb o'zini oqlashga o'tadi ba'zilar. Bu o'zi odam emas deydi, ya zo'rman, javr qildim, maza qildim shundan deydi, urib oldim, so'kib oldim deydi. Bo'lmaydi-da bu. Buni bu dunyoda darrov aybingizni bilib, birodar kechiring deb qiyomatga qo'ymay halol qilib oling har bir ishingizni. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning oyat, Qur'onda bir oyati bor. Bu oyat Astaizu billah vel kaziminal g'ayz vel afina anin nas deb keladi. Jahl chiqqanda jahllarini yutishadi, g'azablarini qaytarishadi va odamlardan bir gina-gidir dilozorliklar o'tsa, yuraklariga olmasdan af etib kechirib yuborishadi, qas olaman deb yurishmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Man kazima g'ayzan va huwa yastati'u an yanfazahu da'ahu Allohu ta'ala yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yatakhayyara min ayyil hurisha." Kimki kuchli bo'lib turib jahlini chiqazgan odamni bir urib yotqizib qo'yar, misolda endi. Yo bir farmoni bilan yo'q qilib yuborar. Lekin shunday kuchga ega bo'lib turib jahlini yutibki, shu bechara bu bir ahmoqlik qilyapti. Nima qilaman men ahmoqlik qilib bo'pti deb jahlini chiqazdirmay yutgan odamni qiyomat kuni Allohim xaloyiqlar orasidan shunday odamlarni qo'lidan urish, ezvorish, yo'q qilib yuborish kelib turib
nima qildim shuni shunday qilib deb jaholat g'azabini yutib yorganni haloyiqlardan Alloh ajratib jannatga kirgizib xolagan hurni ato qilar ekan. Musa alayhissalom Tur tog'ida Alloh taolodan so'radi. Alloh taolo aytdi: "Qas olishga qodir bo'lib turib, qas olmasdan kechirib yorgan bandamga 70 marotaba qariyman" dedi Alloh taolo hayotida. 70 marotaba nazarimni tashlayman. Nazarimni yetib beraymi? Bitta nazarim tushgan odamni vujudi do'zaxga harom bo'ladi dedi Alloh taolo. Qo'lidan qas olish, ezvorish, yo'q qilib kelib turib, nima qildim besharani kechirdim divorganni Alloh taolo ta hayot davomi 70 marta nazarini tashlar ekan. Aytamiz-ku, bir xil odam juda bir ajoyib bo'lib ketadi hayoti. Bundan ham oxiratda undan ham zo'r albatta. Bitta nazar do'zaxga harom qilsa, endi bu yog'ini qo'yavering. 70 nazarni olgan odamni. Buni nimadan shunchalik baho berilyapti? Alloh biladi bandasini 95%ni jirrakiligini, jahli chiqqanda ezib yanchib yorishini, qo'lidan kelganda, qo'liga tushganda. Ana buni yutish, buni kechirib yorish, bu nihoyatda payg'ambarona, nihoyatda bir ulug' mardlik, saxovatlikni talab qiladigan ish. Bunga mana bu qissa Maymun ibn Mehron degan bir odam boyroq ahli solihlardan bir joriya kanizaga bor ekan, cho'risi ovqat olib kelayotib turib, qo'li titrab sho'rva edi, qaynagan sho'rvani tizzasiga to'kib yoribdi-da ovqat. Choponu tizzaga tushib ketgan sho'rvani oqizdirib yoribdi joriya, cho'ri qiz. Shundoq rangi oqarib, xo'jayinda endi boshliq. Uraman deb turganda haliya joriya oyatni o'qib yoribdi. Val kaziminal g'ayz. Jahlni yutkuvchilarga deganda oyatni ma'nosini tushgan Mehron o'g'li qo'lini qamchidan pastga tushirib yordi. Val afina anin nas, va odamlarni kechirib yorgan degan yana Allohning oyatini davom haligi cho'ri o'qidi. Jahldan tushdi. Yana joriya o'qidi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh yaxshi bandalarini yaxshi ko'radi. Ey cho'rim, shu bugundan boshlab sen ozodsan. Seni donoliging va meni hozir jahl ustida meni oyog'imni kuyganligi, sonimni kuyganligida seni qamchi bilan 5-6 marta urib ancha qiynab qo'yardim. Allohning oyatini shu rohati kerakli oyatni o'qiding va Alloh yaxshi bandasini yaxshi ko'radi degan so'zini aytding. Allohning yaxshi bandasi bo'lishlikka nima yetsin dunyoda? Hammamiz bu dunyoda Allohning bandasi qulimiz. Sen shu bugundan boshlab ozodsan, bor xohlagan tomoningga ketaver, mana pul, mana narsa ozod qilardilar. Islom ta'limoti bu Alloh ta'limoti. Birodarlar, yaxshilik juda ko'p yaxshilik to'g'risida gapiramiz. Manmanlik, o'zga bino qo'yish, qo'pollik, Fir'avn, Hamon, Abu Jahl, Abu Lahab pellaridan. Shirin so'zlik, yana takror aytaman, ey gardayib yurguvchilar.
odamlarni mensimay o'zlarini bir allam balo sanab yuradiganlar, kamtarinlik, shirin so'zlik, payg'ambarlar, avliyolar, solihlar fe'li xulqi. Siz o'zingizni ahli islomdanman deb takabburlanib, Hamon va Fir'avnlarni fe'liga o'xshatib olmang o'zingizni. Odam bilan so'zlashayotganingizda qovog'ingizni o'yib so'zlamang. Qani yetingchi, qaysi payg'ambarimizni siyratlarida, qaysi kitobda o'qidingiz? Sarvari olam birov bilan gaplashayotganda qovog'ini o'yib, do'q qilib, mensimay dag'allik bilan gapirganlar. Lekin bor takabburlik qilganga takabburlik qiling. Tavozuli qilganga tavozuli bo'ling. Sizga birov kulib, "Assalomu alaykum birodar" deyaptimi? Siz ham tabassum qiling. Ochiq chehrangizni oching. Qovog'ingizni o'yasiz, keyin u ham bir qovog'ini o'yadi, shu bilan ikki tomon mukofotini oladi. Birodarlar, yer yuzida qancha odam bor? Shu yer yuzida qancha odamdan qanchasi musulmon? Shu musulmonlar ichida qanchasi namozxon? Endi shuncha namozxon yana bir-biri bilan kelisholmay yursa, nima deymiz Allohimga? Sarvari olam Hajjatul Vadoda vidolashuvda kimki bizni qiblamizni qibla desa, Qur'onimizni halolini halol, haromini harom degan bo'lsa, meni payg'ambar deb bilsa, Allohni yakka bilsa, dushmanlik qilmang, hurmat qiling, seving. Dushman bilmang, do'st biling degan bo'lsalar, hadislarning eng oxirgilari kuchli bo'ladi do'stlarim. Hadislar avvalda tushgan, avvalda aytilingani, o'rtada aytilinganlari va oxirida aytilganlari bo'ladi. Birinchi aytilgan so'zlarda balkim soqol to'g'risida, boshqa nimalar to'g'risida gapirilgan bo'lsa, oxirrog'ida sarvari olam suratingizga qarab emas, qalbingizga qarab baho beradi Alloh degan so'zni aytdilar. Men avval sizni qabrlar ziyoratidan qaytaruvdim. Endi qarasam, ziyorat qilmasangiz qalblaringiz qatib ketar ekan, endi ziyorat qiling, qoidali qilib ruxsat berdim. Muhtaram birodarlar, bir-birimizga ittifoq bo'lib, adil hukm qilib, bir-birimizga muhabbatlik, mehrlik bo'lib, diyo gaplardan yiroqroq yursak, islomga shu kunda juda katta xizmat qilgan bo'lamiz. Agar har xil narsalarga tumshuqni tiqib, har balo narsalarni kavlashtirib yursak, hozirgi kunda islomga foyda emas, ziyon yetkazib qo'yasiz. Dunyoga onglik ravishda qarang. Ko'zingiz dunyoni aylansin. Aql bilan dunyoni aylanding. Toshkan bilan Begovatni-yu Olmaliqni tushunmang dunyo deganda.
Amerikayu, butun Arabistonu, Xitoynu, Yaponu va hammasini fikringizga olib, aqlingizga sig'dirtirib bir narsani gapirayotganingizda so'ng Allohning asmoil husnolari bor 99 ta. U nomlarga siz o'zgartirish kirgiza olmaysiz. Yaratgan Alloh taoloni jannatini siz qizg'anmang. Yaratgan Allohning do'zaxiga siz kirgizmaysiz, o'zi kirgizadi xolaganini. Jannatga ham o'zi kirgizadi xolaganini. Siz bizga u hukmlar, u huquqlar berilmaganki, biz ham hammamiz bir oddiy, ojiz insonlarmiz. Bizdan Alloh bir-birimizga muhabbatlik, oqibatlik, andishayu insof, tavfiq, kamtarin va halollik, poklik bo'lishlikni talab etib, o'zini buyurgan farzlarni ado etib, shularni uddalagan inson juda ham bir katta amal, juda ham bir katta ishni bajargan bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahar turib ibodat qil, qarib qadding bukilmasdan, roza namozni kanda qilmasdan, borar joyingga yetmasdan. Foziljon Qoraka menga hammadan duo olib bering ishim to'g'risida. Anvar ilohi amin. Alloh taolo nima maqsad, nima tilaydi bo'lsa maqsad murodlarga yetkazsin. Ilohi amin. Allohim hammamizni rushdi hidoyatda, iymon e'tiqodimizni mustahkam qilgin. O'ylagan maqsad murodlarimizga yetkazgin. Ya Rabbi, mana masjidga juda katta harakatlar bo'lib turibdi. Ilohim Parvardigor tezroq bitkazib, mana shu oftobda o'tirganlar ham shu masjidning ichida o'tirishlikni nasib etgin. Hammamiz bir joyda o'tirib ibodatlar qilishlikni nasib ro'za aylagin. Ya Rabbi, shu masjidga xizmat qilib turganlar erta kech harakatda bo'lib turishibdi. Ularni ham maqsadlariga yetkazgin. Ustalarimizni har xil tomondan yordam berayotganlarni umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilgin. Ya Rabbi, bu dunyoda mana shu oftobingda o'tirib, seni rizoligingni, seni buyrug'ingni bajaraman, rizoligingni topaman deb o'tirishibdi. Allohim, mana shuni guvoh qilgin. İlahi mahşergahta soya salqinga almashtirgin. Allohim jannatin naimda aytgin. İnson bo'lish ojiz banda bilib bilmay qilgan gunohlarini mana shu narsa bilan hammasini kafforat qilgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azoban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin.